Bola uchun eng yaxshi smes bu ona suti ekanligidan xabaringiz bor. Ona sutining qanchalik foydali tomonlarini sanab o'tamizmi siz bilan birga? O'z chaqaloqlarini tabiiy ona suti bilan oziqlantirgan onalarda tug'ruqdan keyingi kengagan bachadonni har ona suti orqali oziqlangan bola vaqtida qisqarishi tezlashadi. Bu chanoq mushaklarini o'ziga qaytishini, ya'ni qin devorlarini torayishiga juda katta yordam beradi. Chaqaloqni muntazam ravishda 4 soatdan oshmagan vaqt oralig'ida bolani oziqlantirish bu keyingi homiladorlikdan saqlovchi tabiiy yo'l hisoblanadi. Tug'ruqdan keyin chaqaloqlarni to'g'ri muntazam ravishda ona suti bilan oziqlantirgan ayollarda 9 oy yoki 1 yilgacha hay siklini kelmasligi esa bu norma hisoblanadi. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinda ona bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.